Birinchi masala. 65 gram 45,3% kalsiy bromid to'yingan eritmasiga 9 gram sof kalsiy bromid qo'shib qizdirildi. So'ngra eritma dastlabki temperaturagacha sovitilganda 20,8 gram kristalogidrat cho'kmaga tushgan bo'lsa, kristalogidrat formulasini aniqlang. Xo'p, dastlabki eritmamiz M' 63 gram. Xo'p, foiz konsentratsiyamiz 45,3%. Demak, tuzni massasini hisoblasak, 63 ni 0,4 ga ko'paytirsak, 29,445 gram tuz bo'lar ekan. Xo'p, 63 dan tuzni massasini deb terasak, 35,555 gram suv bo'lgan ekan dastlab to'yingan eritmamizda. Bunga 9 gram kalsiy bromid qo'shilibdi. So'ng yana sovitilganda, dastlabki haroratgacha sovitilganda eritma massasi 20,8 gramga kamayibdi. 63 ga 9 ni qo'shib, keyin 20,8 dan eritib terasak, M''imiz 63 ga 9 ni qo'shamiz, keyin 20,8 cho'kmani eritib terasak, hop 53,2 gram to'yingan eritma hosil bo'lgan. 53,2 gram to'yingan eritma. Bunda hop qanchadir kristalogidrat cho'kma tushgan, ya'ni kalsiy bromid ko'paygan N molekula suv tarkibli kristalogidrat cho'kmaga tushgan. Hop bu cho'kmaning umumiy massasi esa 20,8 gram ekan. Endi dastlabki to'yingan eritmamizda dastlabki to'yingan eritmamiz 63 gramida 29,445 gram tuz bo'lgan bo'lsa, oxirida qolgan 53,2 gram to'yingan eritmamizda qancha tuz bo'lgan? 24. Hop, hozir hisoblaymiz. 53,2 ni ko'paytiramiz. 29,445 ga bo'lamiz 63 ga. 24,864 gram chiqar ekan. Xo'p, endi farq qancha? Ayiramiz 29,445 dan. 4,58 gram tuz cho'kmaga tushgan dastlabkiga nisbatan va undan tashqari mana bu yerda qo'shilgan 9 gram tuzimiz ham cho'kmaga tushgan. Jami qancha tuz cho'kmaga tushgan? Xo'p, buni qo'shsak 9 ga 13,6 gram tuz cho'kmaga tushgan ekan. Demak, jami kristalogidrat 20,8 edi. 13,6 dan 20,8 dan ayirsak 7,2 gram suv cho'kmaga tushgan. Xo'p, demak mana buni molyar massasi 200 gramiga qancha suv to'g'ri keladi? Ko'paytiramiz 200 ga bo'lamiz 13,6 ga. Bu yerda sal shartda adashibmiz. Shartda 65 gram to'yingan eritma berilgan ekan. Mana bu 65 bo'lgan. Mana bu ham 65 bo'lish kerak edi. Hop, buni boshqadan hisoblasak 53,2 ni ko'paytiramiz 29,445 ga bo'lamiz 65 ga. 24,0996 gram. Farq topsak, ayiramiz 29,445. Hop, 5,3454 gram. Dastlabki 9 gramni qo'shsak, bu yerda tuz massasi 14,34 gram. Hop, 20,8 dan ayirib bersam tuz massasini, hop 6,4546 gram suv. 200 gramida qancha suv bo'lgan? Ko'paytiramiz 200 ga bo'lamiz 14,3454 ga. 90 gram suv bor ekan kristalogidratda.
Hop, buni suvni molyar massasi 18 ga bo'lsam 5 mol suv bo'lar ekan. Demak, N teng 5 ekan. Kalsiy bromid ko'paygan 5 molekula suv. Demak, to'g'ri javob B varianti. Xo'p, birinchi masala. 80 gradusdagi mis 2 sulfatning 466,5 gram to'yingan eritmasi 20 gradusgacha sovitilganda qanday massadagi mis sulfat 5 molekula suv cho'kmaga tushadi? Dastlab 80 gradusdagi eruvchanligimiz 55,5 gramga teng. Uni 100 gram suvda eritsam, hop 155,5 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. Bizga esa 466,5 gram to'yingan eritma bo'lgan. Demak, uning tarkibida qancha suv bo'lgan deb hisoblaymiz. Hisoblasak, hop mana bu suv, bu tuz. 300 gram suv bo'lgan ekan. Hop, qancha tuz bo'lgan? 466,5 ni 55,5 ga ko'paytirib 155,5 ga bo'lsak, hop 166,5 gram tuz bo'lgan ekan dastlabki eritmada. So'ng u 20 gradusgacha sovitilganda hop cho'kma massasi berilmagan. Mis sulfat ko'paygan 5 molekula suv cho'kmaga tushgan. Buni X mol deb tanlab olsam 160X tuz cho'kmaga tushgan, 92 suv cho'kmaga tushgan bo'ladi. Demak, keyingi eritmamda qancha tuz qolgan? 166,5 minus 160X gram tuz qolgan. Qancha suv qolgan? Suvimiz 300 edi, minus 92 suv qolgan. 20 gradusdagi eruvchanligimiz hop qancha? 20,5 gram berilgan. Demak, 20,5 gram tuzimiz 100 gram suvda erisa, 166,5 minus 160x gram tuzimiz 300 minus 90x gram suvda erirkan. Bu proporsiyani ishlasak, hop x teng 0,742 chiqar ekan. Demak, 0,742 mol mis ko'porasi cho'kmaga tushgan. Uni massasi 250 ga ko'paytirsak, cho'kmaga tushgan mis ko'porasining massasi 185,5 gramga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Xo'p, birinchi masala. 85 gradusdagi temir 2 sulfatning 361 gram to'yingan eritmasi 20 gradusgacha sovitildi. Bunda 195,75 gram temir 2 sulfat N molekula suv cho'kmaga tushsa, N ning qiymatini hisoblang. Dastlab M' 361 gram. Eruvchanlik 85 gradusda qancha? Hop, 80,5 gram ekan. Demak, 100 gram suvda 80,5 gram tuz eriydi va 180,5 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. To'yingan eritma, tuz, suv. Bizga esa 361 gram to'yingan eritma bergan. Demak, qancha tuz bo'lgan, qancha suv bo'lgan? Hisoblasak, hop, 161 gram tuz bor ekan ichida, 200 gram suv bor ekan. So'ng bundan temir 2 sulfat ko'paygan N molekula suv tarkibli jami 195,75 gram cho'kma tushibdi. Demak, M' qancha bo'lib qolgan? 361 dan ayirsam 195,75 ni, hop 165,25 gram eritma qolibdi. Necha gradusda? Bu 20 gradusdagi ekan. 20 gradusda o'zi eruvchanligi esa 100 gram suvga nisbatan 48,5. Demak, 48,5 gram tuzim 100 gram suvda erisa, 148,5 gram to'yingan eritma hosil qiladi. Hop, 165,25 gram to'yingan eritma hosil qilish uchun qancha suv va qancha tuz kerak? Hisoblasak, 111,28 gram suv kerak bo'lar ekan. 53,9
97 gram tuz kerak bo'lar ekan. Dastlab tuzimiz 161 edi. So'ng 53,97 gram bo'lib qolibdi. Suvimiz 200 edi. 111,28 gram bo'lib qolibdi. Demak, tuz va suvning kamayish farqi mana bu yerdagi kristallar gidratda. 161 dan 53,97 ni ayirib taylasam 107,3 gram 107,03 gram temir sulfat cho'kmaga tushgan. 200 dan 111,28 ni ayirsam 88,72 gram suv cho'kmaga tushgan. Endi kristal gidratda tuzning 1 moliga, ya'ni 152 gramiga necha gram suv to'g'ri keladi desam, 126 gram suv to'g'ri kelar ekan. 126 ni suvning molyar massasi 18 ga bo'lsam, 7 mol suv bor ekan kristal gidratimizda, hop normal holatda. Demak, to'g'ri javob B variant. Hop, 4-birinchi masala. 80 gradusdagi mis sulfatning 233,25 gram to'yingan eritmasi 20 gradusgacha sovitilganda 92,72 gram mis sulfat 5 molekula suv cho'kmaga tushdi. 20 gradusdagi eruvchanlikni aniqlang. 80 gradusdagi eruvchanlik 55,5 gram ekan. Demak, 80 gradusdagi eruvchanlik 55,5 gram. 20 gradusdagi eruvchanlik esa noma'lum x topishimiz kerak. Dastlab 80 gradusdagi to'yingan eritmamiz 233,25 gram ekan. Demak, o'zi 100 gram suvda 55,5 gram tuz erib 155,5 gram to'yingan eritma hosil qilar ekan. Demak, 233,25 gram to'yingan eritma hosil qilish uchun qancha tuz kerak va qancha suv kerak? Bularni hisoblasak 150 gram tuz va 83,25 gram hop suv kerak bo'lar. Yo'q. 150 gram teskarisi ekan. Hop 150 gram suv 83,25 gram tuz kerak bo'lar ekan. Proporsiyada hisoblasak. So'ng eritmani 80 gradusdan 20 gradusgacha sovutganimizda hop mis sulfat ko'paygan 5 molekula suvdan 92,72 gram cho'kmaga tushibdi. O'zi normal holatda 160 gram mis sulfatga 90 gram suv jammasi 250 gram bo'ladi. Hop 250 gramda 160 tuz bo'ladi, 90 hop suv bo'ladi. Shuni proporsiya qo'ysam hop mana 160 tuz bo'ladi, 90 suv bo'ladi. Bizda cho'kmaga tushgan 92,72 gram mis kuparasi esa hisoblasak 33,38 gram suv bo'lar ekan. Qolgani 59,34 gram tuz ekan. Demak, 20 gradusda qancha suv va qancha tuz qolgan? Tuz massasi dastlab 83,25 edi. Undan 59,34 gram cho'kmaga tushgan bo'lsa, hop 23,93 gram tuz qolibdi 20 gradusda. Suvchi 150 gram suv bor edi dastlab. Undan 92,72 grami yo'q 33,38 gram cho'kmaga tushgan bo'lsa, 116,62 gram suv qolibdi. Va to'yingan eritma hosil bo'lgan. Demak, 116,62 gram suv 23,93 gram tuzni eritib to'yingan eritma hosil qilsa, 100 gram suvim qancha tuzni eritadi o'zida? Hisoblasak 20,5 gram tuz kerak bo'lar ekan. Demak, 20 gradusdagi eruvchanlik 20,5 gram ekan. To'g'ri javob B variant. Hop, 6-birinchi masala. Mis sulfatning 35 gradusdagi 36,3 gram to'yingan eritmasiga 3,2 gram tuz qo'shilganda 4 gram tuz saqlagan kristal gidrat cho'kmaga tushdi. 35 gradusdagi tuzning eruvchanligi 33 gramga teng bo'lsa, kristallizatsion
suvlar sonini aniqlang. Hop. Dastlab to'yingan eritmamiz 36,3 gram bo'lgan. Unga 3,2 gram suv, tuz qo'shilgan. Muz sulfat. Suv tarkibida 4 gram tuz saqlagan kristalli gidrat cho'kmaga tushibdi. Ya'ni muz sulfat ko'paygan, N molekular suv cho'kmaga tushgan. Mana bu N. Uni tarkibidagi tuz 4 gram ekan. Demak, suv qancha bo'lgan? 3,2 gram tuz qo'shilib, 4 gram tuz cho'kmaga tushgan bo'lsa, farq necha gram? 0,8 gram. Demak, dastlabki eritmaning ichidan 0,8 gram tuz cho'kmaga tushgan. Xo'p, endi 35 gradusdagi eruvchanlik 33 gram ekan. Shu 33 gram tuzni eritish uchun 100 gram suv kerak bo'lsa, 0,8 gram cho'kmaga tushgan tuzni eritish uchun qancha suv kerak bo'lgan? Hisoblasak 2,42 gram, yo'q, 2,424 gram tuz kerak suv kerak bo'lgan ekan. Demak, 0,8 gram tuz cho'kmaga tushgan bo'lsa, uni eritish uchun kerak bo'lgan suv ham cho'kmaga tushgan. Demak, cho'kmaga tushgan kristalli gidrat tarkibida ham 2,424 gram suv bor. Demak, muz sulfati 160 ga, hop, demak, muz sulfati 4 gramiga bu yerda 2,424 gram suv to'g'ri kelsa, muz sulfati 160 gramga qancha suv to'g'ri kelgan? Hisoblasak, hop, sonni yaxlitlab oladigan bo'lsak, bu yerda 90 gram suv chiqar ekan. Uni suvning molyar massasi 18 ga bo'lsam, demak 5 mol suv bo'lgan. Demak, to'g'ri javob B. Masala. Metallik sulfatning 45 gradusdagi 200 gram to'yingan eritmasiga 2 gram tuz qo'shilganda 6,5 gram metallik sulfat ko'paygan 7 molekular suv cho'kmaga tushdi. 45 gradusdagi tuzning eruvchanligi 35,1 gramga teng bo'lsa, metallni aniqlang. Xo'p, o'zi 45 gradusdagi eruvchanlik 35,1 gramga teng ekan. U 100 gram suvda erisa 135,1 gram to'yingan eritma hosil bo'lar ekan. Demak, 200 gram to'yingan eritma hosil bo'lish uchun qancha suv kerak, qancha tuz kerak bo'ladi? Hisoblasak, hop, 52 gram tuz kerak bo'lar ekan, 148 gram suv kerak bo'lar ekan. Hop, demak, dastlabki eritmada 52 gram tuz bo'lgan, 148 gram suv bo'lgan. So'ng bunga 2 gram tuz qo'shib, qizdirib, yana dastlab qaroratgacha sovutilganda 6,5 gram metall sulfat ko'paygan 7 molekular suv cho'kmaga tushgan. Endi mana buni umumiy massasi 6,5 gram. Shundan 2 grami mana bu yerda qo'shilgan tuz bo'lsa, bundan tashqari qancha tuz cho'kmaga tushgan bo'ladi? Yo'q, qancha tuz emas. Metall sulfat plus suvdan qancha cho'kma tushgan bo'ladi? Mana bu yerda qo'shilgan metall 2,4 dan tashqari 6,5 dan 2 ni ersam 4,5 gram cho'kmaga tushgan va bu dastlabki eritmada to'yingan eritma tarkibida bo'lgan bu. Demak, hop, 200 gram to'yingan eritmada 148 gram suv va 52 gram tuz bo'lsa, 4,5 gramda dastlab qancha tuz, qancha suv bo'lgan? Hisoblasak, hop, suvning massasini hisoblaylik. 1,17 gram tuz bo'lgan bo'lar ekan. Hop, 3,33 gram suv bo'lgan ekan. Demak, dastlabki eritmada endi mana bu yerda cho'kmaga tushgan tuz, mana bu yerda yana 2 gram cho'kmaga tushgan tuz, jami 3,17 gram tuz cho'kmaga tushgan. Bu yerda 3,33 gram suv. Hop, suvning massasicha o'zi 1 molda, moddani 1 molda 126 gram suv cho'kmaga tushgan. Qancha tuz? Hisoblasak, 120 gram tuz bo'lar ekan. Demak, metall sulfatning molyar massasi 120 ekan. Endi 120 dan sulfat kislota anionini 96 sini ayirsak,
24 gram bu metalli massasi bo'lar ekan. Demak, metallimiz magniy, javob A variant ekan. Xo'p, 8-birinchi masala. Kalsiy xlorid to'yingan eritmasiga kalsiy xlorid qo'shib qizdirilganda 240 gram 37.5% eritma hosil bo'ldi. Eritma dastlabki temperaturagacha sovitilganda 116.8 gram kalsiy xlorid 6 molekula suv tarkibli kristal gidrat cho'kmaga tushdi. Dastlabki eritmadagi qo'shilgan kalsiy xloridning massasini gramda aniqlang. Xo'p, dastlab kalsiy xlorid to'yingan eritmasiga x gram kalsiy xlorid qo'shib qizdirilganda m shtrixi 240 gram bo'lgan, foiz konsentratsiyasi 37.5% bo'lgan eritma olinibdi. Demak, bunda tuz qancha bo'lib qolgan? 240 ni 0.375 ga ko'paytirsak 90 gram tuz bo'lib qolgan. Suv qancha bo'lgan? 240 dan 90 ayirsak 150 gram suv bo'lgan. Demak, dastlabki eritmada ham suvning massasi shu 150 gram bo'lgan. Demak, dastlabki eritmada tuzning massasi 90, qo'shilgan tuzni x ni ayirsam 90 minus x bo'lgan. Demak, dastlabki eritmada 150 gram suvda 90 minus x gram. Xo'p. Tuz erib turganda to'yingan eritma hosil bo'lgan. Keyin harorat yana dastlabki haroratga qaytganda eritma. To'yingan eritma qancha bo'lib qolgan? Qancha cho'kma tushgan? Xo'p. Kalsiy xlorid ko'paygan 6 molekula suv cho'kmaga tushgan ekan. Undan bu narsani bu yoqqa yozib tarkibini aniqlab olaylik. Kalsiy xlorid 6 molekula suv. Bunda 111 gram kalsiy xloridga 108 gram suv to'g'ri keladi. Jami massa 219 bo'ladi. Demak, buni jami 116.8 ga qancha kalsiy xlorid keladi, qancha suv to'g'ri keladi hisoblasak 59.2 gram kalsiy xlorid to'g'ri kelar ekan, 57.6 gram suv to'g'ri kelar ekan. Demak, bu yana bu cho'kmaning tarkibida hop kalsiy xloriddan bor, mana bu tuz tarkibida. Mana bu qo'shilgan x gram. Demak, qancha dastlabki eritmadagi to'yingan eritmadan qancha tuz cho'kmaga tushgan desam, to'yingan eritmadan 59.2 minus x gram tuz cho'kmaga tushgan. U dastlab to'yingan eritmada mana shu tuzim 57.6 gram suvda erib turgan. Demak, o'zi 150 gram suvda 90 minus x gram erisa, hop 57.6 gram suvda 59.2 minus x gram tuz erib turar ekan. Buni proporsiya qilib ishlasak, x'imiz teng 40 gram chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant.